Keyin keladi. Keyin bu mashinada keladi jalab ani qiz bilan. Keladi-da, "Sen men telefon olmoqchi bo'lgan" deydi. Yiban, qatta ko'rgansa shunaqa deyishini. Qatta bor bilan, jinni bilan. Keyin u ham to'g'rida gapiravering, o'zingizda bo'lavering deb qo'yadi. O'zida bo'lmasa, o'zi keltirib qo'yadigan deydi. O'zi aktrisa 5 minut oldin gaplashganman Amatcha bilan. Keyin bo'pti-da, xullasda, men telefon ko'rguncha deb qo'yadi uncha ham jalab. Keyin u ham erkegingiz tushsin, haligi joyda komment yozasizlar-yu, ko'p odam voy iPhone, ya bu gapirmaydim, men gapirgan joyda deb qo'yadi. To'lq aytayapti unga. Men gapirgan joyda bu gapirmaydi, keyin yozadi-yu, ko'zi qonga to'lgan bolalar. Endi hammadan nafrat, hammada kredit pul to'lanmagan, kimdir xotini bermagan, kimdir er yitarmagan, miyaga chiqib kimgadir yozish kerak-ku kommentariyani. O'sha payt, "Voy, pidaras o'tirishini qara" deydi. U bechara, u ham aktyor o'zi. iPhone'ingiz yondigini qara, u bu deydi haligi joyda pizdes ketadi komment. Hamma nafrat, hamma gunohga botyapti. Bu fitna, bu sahna ko'rinishligini ular aytmaganligi uchun bu real hayotda bo'lyapti deb o'ylayapti. Beyoda odamlar yozadi jalab. Bular hali u dunyoda gunohiga ham qoladi uni jalab. Keyin chiqib qoladi-da, o'zi $1000 ham turmaydigan iPhone'ni 2000 deydi halinga. Keyin aytadi, "Jinnimisiz?" Unga ham komment yozadi. Bu jinnimi bu qiz odamlar yozadi-yu. Nafratda-yu hamma. Bu dalboyobmisan, o'zi $1000 ham turmaydi-ku, basharani qara turishini. O'tdi kommentda uni labini ham gapirishadi, turishini ham, gapirish ohangini ham, sansirashini ham, tarbiyasini ham hamma yig'ilib qolgan gnefi yozadi halinga. Ani qizga nima foyda?